بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli ustozlar va qarindoshlar bugungi tafsir darsimiz Ali İmran surasi 78 oyatdan 84 oyatgacha A'udhu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve إن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Yuqorida tilovat qilingan oyatlarning qisqacha tarjimasi haqiqatan Yahudilardan bir bo'lik kishilar bor, Yahudilarning mo'llaridan. Bular Alloh tarafdan o'zlariga nozil qilingan Tavratdagi oyatlarni tillarini to'lg'ab, agir-bugir qilib o'zgartib o'qiydi. Nima uchun shunday qildi desa, bular oyatlarni o'zgartib, atrofdagi anglab o'tgan kishilar bu bizga shu Alloh tarafdan nozil qilingan Tavratningki oyatlarini o'qib beryotidi deb o'ylab qilish uchun ular qasdan shunday qiladi. Ammo amaliyotda ularningki tillarini agir-bugir qilib, tillarini to'lg'ab o'qiyotgani bu Tavratning qatoridan emas, balki ularningki yolg'on to'qilmalari va Alloh qilgan iftiro bo'htonlardan iborat. Ular deydi, sizlarga biz o'qib berganimiz bu Alloh tarafdan nozil qilingan Tavratningki oyatlari biz sizlarga shuni o'qib beryapmiz deydi. Amaliyotda bu Alloh tarafdan nozil bo'lgan Tavratning oyatlari emas. Ular o'zgartib o'tgan. Bular Allohga va Allohning rasuliga o'zining yolg'on so'zlayotganligini bilib turib, yana Allohga yolg'onni deydi. Bular uyalmasdan, nima qilmasdan shu yolg'on so'zlashga odatlanib ketgan shunday bir millat. ما كان لبشر أن يعطيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم muslimun. İnsan üçün yani Allah subhanahu ve taala onunğa özünün huzuridan nazil qilingan kitobni bersa va onunğa ilmdan to'g'ri bir tushunchadan rizq bersa va uni payg'ambar qilib tanlasa yoki diniy olimlardan qilib tanlasa, ondan keyin insonlarga sizlar Allohni qo'yib menga cho'qininglar, menga ibodat qilinglar deyish bunday kishilarga to'g'ri bo'lmaydi. Lekin ular insonlarga bunday deydi. Sizlar insonlarni tarbiyalaydigan, kishilarni to'g'ri yo'lga boshlaydigan, ularningki dunyo oxiratlik ishlarni isloh qiladigan haqiqiy amal qilguvchi, tarbiyatchi ulamolardan bo'linglar. Chunki sizlar Alloh tarafdan sizlarga nozil qilgan kitobni insonlarga o'rgatisizlar va sizlar Alloh tarafdan nozil bo'lgan kitoblarni o'zinglar dars qilib, tushunib, bilib bo'lgandan keyin buni insonlarga o'rgatisizlar. Shuning uchun sizlar insonlarning ishlarini isloh qiladigan, oldi bilan o'zinglarmi shu nozil bo'lgan kitobning hukmiga amal qiladigan shundoq haqiqiy solih taqvodor ulamolardan bo'linglar. Va shundoqlar payg'ambar uchun sizlarni farishtalarni va payg'ambarlarni Allohni qo'yib cho'qinadigan rab qilib olishga buyurishi to'g'ri bo'lmaydi. Chunki u payg'ambarning o'zi sizlarni Allohning tarafiga da'vat qilib, Allohga bo'ysunishga chaqirib, ondan keyin yana sizlarni Allohga kofir bo'lishga buyurishi to'g'ri bo'lamdi? Bu hargiz to'g'ri bo'lmaydi. Alloh ilm bergan, ilm ma'rifatni to'nigan payg'ambarlar va haqiqiy da'vatchilar hargiz kishilarni Allohga kofir bo'lishga yoki Allohni qo'yib boshqa narsaga cho'qinishga buyurmaydi. Va idza akhadallohu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin va hikmatin thumma jaakum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna قال أقررتم وأخذتم على ذلكم مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
Ey Allah'ın elçisi yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ve teala peygamberlerden ta'kidlengen ahdi ağa vaqtidagi holatni eslisla. Allah subhanahu ve teala barliq peygamberlerden ahd elib ularga shundaq degan. Men sizlarga har qandaq bir kitobni bersam, u kitobni sizlarga nozil qilsam va har qandaq ilm va hikmatni sizlarga o'rgatsam u kitob bilan va sizlarning biringlar o'rin jihatda, martaba jihatda har qandaq bir yuqori o'ringa yetgan bo'lsa-mu, eningdan keyin mening tarafimdan avatilgan elchi, ya'ni u bo'lsa Muhammad sallallohu alayhi va sallam kasa, ya'ni har qanday bir payg'ambar Muhammad alayhisalom payg'ambar qilib avatilgan zamongacha yashasa va Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan sizlarga Alloh tarafdan nozil qilingan kitob hikmatni tasdiqlaydigan Qur'oni Karim bilib bo'lsa, sizlar Muhammad alayhisalom olib kelgan diniga ishoninglar, Muhammad alayhisalomga ergishinglar va uningga yordam beringlar. Ey payg'ambarlar, sizlar mushuningga iqror qildinglarmi? Mushu ahdi misoqni qabul qildinglarmi degan vaqtida barliq payg'ambarlar Alloh subhanahu va taologa javob berib, biz buni iqror qildik, biz buni qabul qildik ey Parvardigorimiz deydi. Shuning bilan Alloh subhanahu va taolo aytdi, sizlar o'zinglarga va sizlarning ummatlaringlarga guvoh bo'linglar. Menmo sizlar bilan sizlarga va sizlarning ummatlaringlarga guvoh bo'luvchilarning qatoridan. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله وأسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون kimki Alloh tarafdan bo'lgan guvohlik va Allohning payg'ambar tarafdan bo'lgan guvohlik bilan ta'kidlangan mushu ahdi misoqdan keyin buningga ergishishdan, vafo qilishdan yuz o'riydi ekan, ularning hammasi Allohning dinidan, Allohningki taatidan chiqib faslardan iborat. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalari uchun tanlagan islomdan iborat bo'lgan dinning boshqasini talab qilamdi ular. Ya'ni Allohning dinidan, Allohning taat ibodatidan chiqchi ashu kishilar İslam dininden ibaret bo'lgan, Alloh rozi bo'lib, oxirgi ummatga din qilib tanlagan mushu dindan boshqani talab qilamdi. Alloh subhanahu va taologa osmondagi, zamindagi barliq narsalar taslim bo'lguchi, bo'ysunguchidir. Mayli mu'minlardek ixtiyoriy bo'ysunsin yoki kofirlardek majburiy qurol kuchi bilan bo'ysunsin, hammasi Allohga bo'ysunguchi. Ondan keyin ularning hammasi qiyomat kuni qilgan amal amellerden hesap beriş, emeliga yarışa ceza mükafat eliş üçün Allah'ın huzuruna qaytırılıdı. Yukarı ayetin ilinadigan faydalar. Birincisi, Yahudi ulemalarınki azgınlıkları, ularning Allah'ın kalamını özgertişki hilimikri ve şundakla ular özgertken sözünü Allah'a nispet beriş arqılıq insanlığa yalgan sözleydiganlıktan ibaret qabih qilmishlari ochiq bayon qilinadi. Her qandaq bir adam özünü Allah'ın peygamberlerden bo'lgan bir peygamberning dinida men da'vo qiladi ekan, ondan keyin bu adam peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemga ishonmaydi ekan, uning dinini qabul qilmaydi ekan, bu adam o'zining Alloh bilan bo'lgan ahdisini buzg'uchi bo'ladi, peygamberga bergan va'dasiga amal qilmoqchi bo'ladi. Oyatning yana bir foydasi, insonlarningki orasida martabasi eng yuqori bo'lgan, darajasi eng ustun bo'lgan insonlar qaysi desa, bular tarbiyachi ulamalar. Bular ilm bilan amalning orasini jug'lagan, ilm o'qigan, amal qilgan, undan keyin kishilarni to'g'ri ilm bilan tarbiyalab, ularning din dunyolik ishlarini isloh qilib, Allohning diniga da'vat qilgan tarbiyachi ulamalardan iborat. Ozg'unlikning eng katta, eng cho'ng qaysi desa, xaloyiqlarning hammasi, mayli yaxshilari bo'lsin, fojirlari bo'lsin, Alloh subhanahu va taologa bo'ysundigan turug'liq shu Allohning diniga kirmay, Allohning diniga amal qilmay, Allohning dinidan yuz o'rishning o'zi eng cho'ng ozg'unlikdan iboratdir. Alloh subhanahu va taolo har birimizni iymon etgandan keyin izib ketishdan saqlasin, oxirgi hayotimizgacha haqni mustahkam qilsin. Alloh subhanahu va taolo bizni doim haqni so'yadigan, haqni qo'g'daydigan, haq uchun o'zining borlig'ini ataydigan yaxshi kishilarning jumlasidan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.